Agar sizda sirroz kasalligi bo'lsa yoki alti asti bilirubinlaringiz besabab oshib yurishi bo'lsa yoki sizda qon kasalliklari bo'lsa, oq qon kasalliklari, aplastik anemiya kasalliklari bo'lsa, bizga direktdan murojaat qiling va barcha analiz diagnozlaringizni yuboring. Esingizda bo'lsin, biz qon kasalligi bilan og'rigan bemorlarga hamda sirroz bilan og'rigan bemorlarga 50 ga 50 qilib 40 kunlik, 30 kunlik muolaja beriladi. Agar mana shu 30 kun ichida yoki 40 kun ichida jigar mahsulotlarimizni qabul qilsa, sirroz kasalliklarda trombotitlarni tushishi ham kuzatiladi. Biz parallel mana shu mahsulotlarni ham beramiz. Trombotitlarni ko'tarish, qonni filtr qilish, bularni ham beramiz. Agar mana shu mahsulotlarimiz 30 kun, 40 kun ichida trombotitlar ko'tarilib, jigar mahsulotimizni qabul qilsa, muolaja davom etib, bemor yaxshi bo'lib chiqib ketadi. Agar bemorda o'zgarish bo'lmasa, 1 oy ichida biz ham muolajani to'xtatamiz. Undan tashqari, sirroz kasalliklarida bilasizlar, qizil o'ngashning otishi, ya'ni qon qusvorish holatlari ham bo'ladi. Biz shunday bemorlarga mana bunday 100% tabiiy ko'rinishda qon to'xtatuvchi tabletkalarimizni ishlab chiqazganmiz. Bu mahsulotimiz qon tomir devorlarini mustahkamlab, har safar o'tganda klips qo'yishadi, tikishadi. O'shani bez operatsiya mana shu mahsulotimiz qon tomir devorlarini, hatto jigar qon tomirlarini ham umumiy tiklab beradi. Xudo xolasa inshaalloh qonda trombotitlarni ko'tarib, qondagi trombotitlarni normaga kelishiga ham mana shu mahsulotlarimizni qo'shib beramiz. Agar bemorimizda sirroz bo'lmasa yoki sirrozga o'tish davri bo'ladigan bo'lsa yoki trombostopeniya, trombostopatiya, yengil kasalliklari, yengil anemiyalar bo'ladigan bo'lsa, ularga ham shu mahsulotlar tavsiya etiladi, lekin ularga 50 ga 50 deb mahsulot berilmaydi. Xudo xolasa inshaalloh ular Allohning qudrati bilan o'ynab yaxshi bo'lishadi. Shunday kasalliklar bilan og'rigan bemorlar umuman tushkunlikka tushmang. Biz sizni kutamiz. Albatta bizga direktdan analiz diagnozlaringizni yuborib, konsultatsiyaga xohlasangiz mana qabulga kelib, biz bilan bemalol suhbatlashib, mahsulotlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Hammangizga sog'lik, salomat tilagan holatda sizlar bilan xayrlashamiz.